Afsuski, hozirgina barcha o'zbek xalqi uchun yana bir yomon xabar e'lon qilindi. Yana bir taniqli hamda mashhur inson bu yorug' olamni tark etgani haqidagi mash'um xabar barcha o'zbeklarning yuragini g'ash qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek hamda jahon shou-biznes olamidagi eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Afsuski, barcha o'zbeklarning yuragini larzaga solgan yana bir mash'um xabar e'lon qilindi. Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi Rakat masjidi imom xatibi Robbimqul Muhammadiyev Madina shahrida vafot etdi. Masjid Telegram kanalida xabar qilinishicha, imom Madinada betob bo'lib komaga tushib qolgan va 26-may kuni tongda vafot etgan. U 2025-yil haj mavsumida o'zbekistonlik ziyoratchilarga ellik boshi sifatida yuborilgandi. O'zbekiston musulmonlari idorasining ma'lum qilishicha, Robbimqul Muhammadiyev 23-may kuni Toshkent-Madina yo'nalishida Toshkentning 38-guruh ziyoratchilari guruhi rahbari sifatida yo'lga chiqqan. Parvoz davomida uyquga ketgan va shu holatda uyg'onmagan. Madina xalqaro aeroporti shifokorlari tomonidan ko'rilganda ahvoli o'ta og'ir, behush bo'lgan. Savollarga javob bermagan. Shundan so'ng klinikaga joylashtirilgan. Bosh miya qon aylanishi, o'tkir buzilishi, miya o'zagi strukturalari o'zgarishlari, bosh miya shishi tashxisi qo'yilgan. 24-mayda operatsiya o'tkazilgan, biroq ahvoli og'irligicha saqlanib qolgan va 26-mayda vafot etgan. Robbimqul Muhammadiyev 1997-yildan buyon imom xatib lavozimida faoliyat yuritib kelgan. 2019-yildan Rakat masjidi imom xatibi edi. Undan avval Toshkent shahridagi Oq Tunukali, Ibrohim Ota, Imom Termiziy jome masjidlarida xizmat olib borgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi ma'lumotiga ko'ra, haj 2025 mavsumida hojilarga 14 nafar mingboshi, 303 nafar ellikboshi xizmat qilayotgani aytib o'tilgan. Shuningdek, so'nggi manbalarga ko'ra, imomning jasadlari Baqiy, to'liq nomi Baqiy ul-G'ardaq, Madinaning eng qadimgi qabristoniga dafn etilgan. Hurmatli tomoshabin, video roligimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda marhumlarning haqqiga duo qilishni yodingizdan chiqarmang.